Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar yangi ro'yxat. Kimlar bu ro'yxatga tushishi mumkin? Kimlar pulini vaqtida olish kerak? Kimlar esa tekshirib ko'rmasa, o'ziga tegishli mablag'dan bexabar qolib ketishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, buva yoki nogironlik pensiyasi oluvchi yaqin inson bor. Men sizdan iltimos qilaman, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik muammo pul berilmagandan keyin boshlanadi deb o'ylaydi. Aslida muammo ro'yxat noto'g'ri shakllanganda, hujjat yangilanmaganda, bank kartasi ishlamaganda yoki inson o'ziga tegishli to'lov haqida vaqtida so'ramaganda boshlanadi. Avvallari pensionerlar ko'pincha bir xil tartibga o'rganib qolgan edi. Pensiya har oy belgilangan sanalarda bank kartasiga tushadi yoki naqd shaklda yetkaziladi. Agar kechiksa 1-2 kun kutib turiladi. Lekin hozirgi tartiblarda ma'lumotlar elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Pensionerning yashash joyi, bank hisob raqami, nafaqa turi, imtiyoz maqomi, qo'shimcha to'lovga haqliligi alohida tekshiriladi. Demak, faqat pensiya tayinlangan bo'lishi yetarli emas. Tizimda ma'lumot to'g'ri ko'rinishi ham kerak. Bir sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan summalar deganda odamlar ko'pincha bitta umumiy pulni tasavvur qiladi. Men buni aniqroq tushuntiraman. Bu hamma pensionerga bir xil miqdorda beriladigan yagona to'lov degani bo'lmasligi mumkin. Ayrimlarga asosiy pensiya summasi, ayrimlarga qayta hisob-kitobdan keyingi farq, ayrimlarga oldingi oylardan qolgan qarzdorlik. Ayrimlarga kompensatsiya yoki qo'shimcha ustama tushishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga tushdi, menga tushmadi degan holat har doim ham adolatsizlikni anglatmaydi. Lekin bu tekshirmasdan jim o'tirish kerak degan ham emas. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Masalan, inson pensiya bo'limiga boradi, ariza yozadi, ma'lumotnoma olib keladi, keyin javob kutadi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. FHDYO ma'lumotlari. Yashash joyi, bank rekvizitlari, nogironlik guruhi, mehnat staji, ish haqi bo'yicha ayrim ma'lumotlar elektron bazalardan tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni, chunki inson kamroq yuguradi, lekin yomon tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, masalan, familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bank karta muddati tugagan bo'lsa yoki yashash manzili eski ko'rsatilgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Pensioner o'zini ro'yxatda bor deb o'ylaydi, lekin amalda qo'shimcha to'lov bo'yicha alohida ro'yxatga chiqmagan bo'ladi. Yoki aksincha, unga pul tayinlangan, lekin karta ishlamayapti. SMS kelmagan, bank ilovasidan foydalanmaydi. Natijada pul tushganini ham bilmaydi. Shu sababli bugungi videoda men kimlar e'tiborli bo'lish kerakligini, kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkinligini va har bir inson qanday tekshirishi kerakligini oddiy tilda aytib beraman. Birinchi navbatda kimlar bunday ro'yxatlar va 15 sentyabrgacha bo'lgan to'lovlar masalasida albatta tekshiruv qilish kerak. Men bir nechta toifani alohida aytaman. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz odatdagi pensiyangizni har oy olsangiz, lekin oxirgi vaqtlarda pensiya miqdori qayta hisoblanishi, qo'shimcha ustama indeksatsiya yoki oldingi davr uchun farq to'lanishi haqida gap bo'lgan bo'lsa, siz albatta o'z holatingizni tekshirishingiz kerak. Chunki qayta hisoblashda hamma bir xil summa olmaydi. Kimning ish staji ko'proq bo'lsa, kimning avvalgi ish haqi boshqacha hisoblangan bo'lsa, kimning hujjatda qo'shimcha davr tasdiqlangan bo'lsa, natija ham shunga qarab farq qiladi. Masalan, bir pensioner 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Qayta hisob-kitobdan keyin uning pensiyasi 1.200 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlansa, oylik farq 1 ming so'm bo'ladi. Agar bu farq 3 oy uchun yig'ilib qolgan bo'lsa, unga 2 ming so'm qo'shimcha to'lanishi mumkin. Boshqa pensioner esa 2 ming so'm pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uning hujjatlarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, unga qo'shimcha farq chiqmasligi mumkin. Shuning uchun faqat hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan gapga ishonmasligi kerak. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Nogironlik guruhi muddati tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, guruh o'zgargan sanasi
qayta ko'rikdan o'tish muddati to'lovga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, inson ilgari 2 guruh nogironligi bo'yicha to'lov olgan. Keyin 2 guruhga o'tkazilgan bo'lsa, miqdor o'zgarishi mumkin. Lekin bu o'zgarish tizimga vaqtida tushmasa, eski summa davom etishi yoki to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Misol uchun, pensioner avgust oyida qayta ko'rikdan o'tgan, unga guruh tasdiqlangan, lekin ma'lumot elektron tizimda sentyabr boshida yangilangan. Bunday holatda ayrim to'lovlar keyinroq, ya'ni ro'yxat sharhlangandan so'ng berilishi mumkin. Agar 15 sentyabrgacha kelishi kerak bo'lgan mablag' kelmasa, u kishi menga berilmaydi ekan deb o'tirmasligi kerak. U pensiya jamg'armasi bo'limi mahalla mas'uli yoki bank orqali holatni aniqlashi kerak. 3-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifada bolalar, talaba farzandlar, ayrim hollarda mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo o'qish haqida ma'lumotnoma kechikadi. Talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlanmaydi yoki farzandning yoshi bo'yicha tizim avtomatik to'xtatish belgisini qo'yadi. Natijada to'lov kechikadi. Masalan, 10 yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ko'pincha o'qishni tasdiqlovchi ma'lumot muhim bo'ladi. Agar ma'lumot vaqtida topshirilmasa yoki elektron bazada ko'rinmasa, to'lov ro'yxatga kirmay qolishi mumkin. Keyin hujjat to'g'rilansa, qolgan oylar uchun qayta hisoblab berilishi mumkin. Lekin buning uchun murojaat qilish zarur. 4-toifa. Bank kartasi orqali pensiya oluvchilar. Men alohida ogohlantiraman, pul tushmagan ko'rsa, darhol pensiya bo'limini ayblashdan oldin bank kartangiz holatini tekshiring. Karta muddati tugaganmi? Karta bloklanganmi? Hisob raqam o'zgarganmi? Bank ilovasida texnik muammo bormi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bularning hammasi muhim. Ba'zida pul hisob raqamga keladi, lekin pensioner karta orqali yecha olmaydi. U pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank xizmatida bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasi avgust oxirida amal qilish muddatini tugatgan. Sentyabr to'lovi yoki qo'shimcha summa eski kartaga bog'langan hisobga yuborilgan, lekin karta ishlamayapti. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash kerak. Ayrim hollarda hisob raqami o'sha qoladi, faqat karta almashtiriladi. Ayrim hollarda esa yangi rekvizitni pensiya organiga yetkazish talab qilinadi. Buni joyida aniqlash kerak. 5-toifa. Naqd pul shaklida pensiya oluvchilar. Ayrim hududlarda yoshi katta. Bank xizmatidan foydalana olmaydigan yoki sog'lig'i sababli harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlarga pensiya yetkazib berilishi mumkin. Bu yerda ro'yxat manzil va qabul qiluvchi shaxs masalasi juda muhim. Agar pensioner vaqtincha boshqa joyga ketgan bo'lsa, masalan farzandining uyida yashayotgan bo'lsa, to'lovchi xodim uni eski manzildan topolmasligi mumkin. Keyin pul berilmadi degan muammo chiqadi. Bunday holatda oldindan xabar berish, mahalla yoki tegishli bo'lim orqali manzilni aniqlashtirish kerak. Ayniqsa 15 sentyabrgacha bo'lgan to'lovlarda ro'yxat qisqa muddatda shakllansa, manzil xatolari ko'proq muammo keltirib chiqaradi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, nogironlik guruhi muddati o'tmagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga qo'shimcha qayta hisob-kitob bo'yicha alohida asos bo'lmasa, vahimaga tushmang. Lekin men baribir bitta oddiy tekshiruvni tavsiya qilaman. Bank hisobingizni ko'ring. Pensiya miqdorini oldingi oy bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa sababini aniqlang. Chunki o'z pulini bilib yurish pensionerning huquqi. Endi eng muhim joyga o'tamiz, istisnolar. Xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat, ro'yxatda bo'lish va pulni olish bir xil narsa emas. Sizga summa hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin bank rekviziti noto'g'ri bo'lsa, pul qaytishi mumkin. Yoki sizga to'lov tayinlanmagan bo'lishi mumkin, lekin siz bunga haqli bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ro'yxat chiqdi degan gapni eshitganda faqat familiyangizni qidirish bilan cheklanmaslik kerak. To'lov turi, miqdori, davri va asosini ham tushunish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov hamma uchun bir xil sanada tushmasligi mumkin. 21 sentyabr muddat sifatida aytilsa, bu barcha bank kartalarida bir vaqtda, bir xil soatda pul ko'rinadi degani emas. Hududlar, banklar, to'lov fayllari, texnik o'tkazmalar bo'yicha farq bo'lishi mumkin. Ba'zida bir tumanda ertalab tushadi, boshqa tumanda kechqurun tushadi. Yana bir joyda keyingi ish kuni ko'rinadi.
Lekin muddat o'tib ketganidan keyin hech qanday izohsiz pul tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarda aliment. Kredit ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi holatlar bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda pensioner menga 5 ming so'm berilishi kerak edi. Lekin 300 ming so'm tushdi deb hayron bo'ladi. Sababini aniqlash uchun bankdan tushum va yechimlar tarixini, pensiya organidan hisob-kitob ma'lumotini, agar ijro hujjati bo'lsa, ijro byrosidan ushlab qolish asosini so'rash kerak. Pul kamaygan bo'lsa. Bu albatta xato degani emas, lekin har bir ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi shart. 4-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p yoshi katta insonlar farzandiga yoki yaqin qarindoshiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lovni olishda muammo chiqadi. Ayniqsa pensionerning o'zi yura olmasa, ishonchnoma yangilanmagan bo'lsa, bank yoki to'lovchi tashkilot buni bera olmasligi mumkin. Bu holatda notarial ishonchnoma ayrim hollarda vakolatni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar talab qilinadi. Men tavsiya qilaman. Ishonchnoma bilan pensiya olayotgan oilalar muddatni oldindan tekshirsin. Muddat tugagan kuni emas, kamida bir necha kun oldin harakat qilish kerak. 5-nozik jihat. Pensioner vafot etgan holatlar. Bu juda nozik mavzu, lekin odamlar bilishi kerak. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyingi davr uchun noto'g'ri to'lov tushsa, keyin bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga vafot etgunga qadar hisoblangan. Lekin olinmagan pensiya bo'yicha merosxo'rlar yoki oila a'zolari qonuniy tartibda murojaat qilishi mumkin. Bunday vaziyatda FHDYO hujjati, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, meros yoki tegishli ariza talab qilinadi. Eng to'g'ri yo'l mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq tartibni so'rash. 6-nozik jihat boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner bir viloyatdan boshqasiga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishi ko'chirish kerak bo'ladi. Amalda esa ba'zan inson ro'yxatdan chiqqan, lekin yangi joyda to'liq ro'yxatga olinmagan bo'ladi. Natijada to'lovda uzilish yuz beradi. Masalan, pensioner Namangandan Toshkentga farzandlikka ko'chib kelgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasi hal qilinmagan. Bunday holatda men pensiyachiman, baribir tushaveradi deb o'ylash noto'g'ri. Manzil va pensiya ishi mos bo'lishi kerak. 7-nozik jihat minimal pensiya, ustamalar va kompensatsiyalar chalkashib ketishi. Ko'pchilik unga tushgan summani ko'rib, qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha, qaysi qismi oldingi oy farqi ekanini ajrata olmaydi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Aytaylik, odatda siz 1.500.000 so'm olasiz. Sentyabrda 1.706.000 so'm tushdi. Bu 2.600.000 so'mning hammasi doimiy oshgan miqdor bo'lmasligi mumkin. Uning 1.000 so'mi yangi oylik farq, 1.600.000 so'mi esa oldingi 2 oy uchun qayta hisoblangan to'lov bo'lishi mumkin. Keyingi oy yana 1.600.000 so'm tushsa, siz nega kamaydi deb o'ylaysiz. Aslida bir martalik farq tugagan bo'ladi. Shuning uchun pensiya miqdorini tushunishda doimiy oylik miqdor va bir martalik to'lovni ajratish juda muhim. 8-nozik jihat yolg'on xabarlar. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon million so'm beriladi. Faqat bugun ariza topshirsangiz olasiz. Kartangiz raqamini yuboring kabi xabarlar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangizning parolini, SMS kodini, plastik karta orqasidagi kodni, bank ilovasi, login parolini bermang. Davlat to'lovi yoki pensiya uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. Agar kimdir telefon qilib, pul tushirish uchun kod ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ham ota-onasiga buni tushuntirish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Men buni pensionerning o'zi ham, uning farzandi ham bajara oladigan qilib tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya miqdorini tekshiring. Agar bank kartangiz bo'lsa, bankomatdan mini vipiska oling. Bank ilovasidan tushum tarixini ko'ring yoki bank filialiga boring. Qachon qancha pul tushganini yozib oling. Faqat umumiy balansga qarash yetmaydi. Chunki balansda oldindan qolgan pul ham bo'lishi mumkin. Aynan tushum sanasi va tushum miqdorini ko'rish kerak. Ikkinchi qadam, oldingi oy bilan solishtiring. Masalan, avgustda 20.000 so'm olgan bo'lsangiz, sentyabrda 1.000 so'mmi, 20.000 so'mmi,
yoki 1700 so'mmi? Farqini yozing. Agar farq bo'lsa, bu doimiy oshishmi yoki bir martalik to'lovmi? Shuni so'rang. Bu ma'lumot keyingi oyda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun kerak. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pensiya bo'limiga yoki bankka borishda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma bo'lsa ishonchnoma, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa tegishli ma'lumot, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa o'qish ma'lumotnomasi yoki farzand hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni tartibli papkaga solib boring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ko'p odam bitta hujjat yetishmagani uchun 2-3 marta qatnaydi. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, avval bankdan hisobingiz holatini tekshiring. Bank bizga to'lov kelmagan desa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta muammosi bor desa, avval kartani hal qiling. Agar naqd pul olsangiz, mahalla mas'uli yoki yetkazib beruvchi tashkilot orqali ro'yxatda bor yo'qligingizni aniqlang. Agar murojaat og'zaki natija bermasa, yozma ariza qoldiring. 5-qadam. Arizada aniq yozing. Menga pul tushmadi, ko'rib bering deb umumiy yozishdan ko'ra aniqroq yozish foydali. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. 2024 yil sentyabr oyi uchun pensiya va MBga sentyabrgacha to'lanishi kerak bo'lgan qo'shimcha summa bo'yicha hisob kitobni tekshirib berishingizni so'rayman. Bank kartamga ushbu muddatgacha mablag' kelmadi yoki kelgan summa oldingi oydan farq qiladi. To'lov turi, miqdori va agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday mazmunda ariza yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam, arizaning nusxasini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'ydiring. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin men aytgandim deyish yetarli bo'lmaydi. Murojaat raqami kerak bo'ladi. Bu oddiy huquqiy madaniyat. Pensioni ham uning farzandi ham buni bilishi kerak. 7-qadam, muddatni kuzating. 15 sentyabrgacha berilishi kerak deyilgan mablag' 15 sentyabrgacha kelmasa, 16 sentyabrdan keyin holatni aniqlash to'g'ri bo'ladi. Lekin 10 sentyabrdayoq pul tushmadi deb vahima qilish ham shart emas. Chunki to'lovlar bosqichma-bosqich bo'lishi mumkin. Shu bilan birga muddat gartidan keyin bir oy kutib yurish ham noto'g'ri. Eng yaxshi yo'l muddat tugagan zahoti bank va pensiya organi orqali sababni aniqlash. 8-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'p pensionerlarning bankdagi yoki pensiya tizimidagi telefon raqami eski bo'ladi. SMS'i boshqa raqamga ketadi. Xabar kelmaydi. Inson pul tushganini bilmaydi. Agar raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka ham, tegishli tashkilotga ham yangilangan raqamni bildiring. Ayniqsa farzandining raqamiga ulangan kartalar bo'lsa, kim xabar olayotganini aniqlang. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon begona odamga karta raqami bilan birga SMS kod bermang. Karta raqamini bilishning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin SMS kodni aytsangiz, pulingiz xavf ostida qoladi. Siz ro'yxatga tushgansiz, pulni chiqarib beramiz, komissiya yuboring degan gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lov uchun oldindan pul yuborilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va farzandingiz yoki bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. 10-qadam. O'z huquqingizni talab qiling, lekin hujjat bilan talab qiling. Baqirish, janjal qilish, xodimni haqorat qilish natija bermaydi. Aniq savol bering. Mening pensiya ishimda qanday to'lov hisoblangan? Qaysi davr uchun? Nega tushmagan? Bankka yuborgan sanaqasi, ustama bormi? Ushalgan summa bormi? Agar rad etilgan bo'lsa, asosi nima? Shunday savollar berilsa, masala tezroq yechiladi. Men yana bir hayotiy misol aytaman. Bir onaxon har oy 1.300.000 so'm pensiya olgan. Sentyabrda unga 1.300.000 so'm tushgan. Qo'shimcha pul yo'q. Qo'shnisi esa 1.600.000 so'm olgan. Onaxon xafa bo'lgan. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, qo'shnisiga oldingi oyda noto'g'ri hisoblangan farq qaytarilgan. Ya'ni bu doimiy qo'shimcha emas. Onaxonga esa hamma narsa to'g'ri hisoblangan. Agar u tekshirmasa, ichida norozilik bilan yurardi. Tekshirgani uchun vaziyat aniq bo'ldi. Yana boshqa misol, bir otaxonning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Pul hisobga kelgan, lekin karta orqali yecholmagan. U pensiya bo'limiga borib shikoyat qilgan. Pensiya bo'limi pul yuborilganini aytgan. Keyin bankka borsa, karta yangilanishi kerakligi ma'lum bo'lgan.
muammo bir kunda hal bo'lgan. Demak, ba'zan masala davlat to'lovida emas, texnik bank holatida bo'ladi. Yana bir misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qish ma'lumotnomasini vaqtida bermagan. To'lov vaqtincha to'xtagan. U hujjatni topshirgandan keyin qayta ko'rib chiqilgan va tegishli davr uchun pul hisoblangan. Lekin agar u umuman murojaat qilmaganda jarayon cho'zilib ketardi. Shuning uchun har bir toifa o'z hujjatini nazorat qilishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi masalada eng asosiy fikr shuki, 25 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar bo'yicha har bir inson o'z holatini tekshirishi kerak. Bu hamma bir xil pul oladi degani emas. Kimdir asosiy pensiyasini oladi, kimdir qayta hisoblangan farqni oladi. Kimdir oldingi oylar uchun qo'shimcha oladi. Kimdir esa hujjat yoki bank muammosi sababli kechikishga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, pensiya tushumini tekshiring. Bank kartangizni ko'ring. Hujjatlaringizni tayyorlang. Muddat o'tgach sababsiz kutib yurmang. Kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang va hech kimga SMS kod bermang. Agar sizga pul tushgan bo'lsa, izohlarda qaysi hududda va qachon tushganini yozing. Agar tushmagan bo'lsa, vaziyatingizni yozing. Boshqalar ham o'z tajribasidan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki o'z vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.